Ertalabdan sovunni bog'chaga jo'natib, qaranglar o'zimga nima olib keldim. Ertalabdan achchiqqina ovqatga hech narsa yetmasa kerak. Ey, hali issiq ekan. Wow. To'qqiqni yaxshi ko'radiganlar bormi? To'qqiqni xamirli, unli xamirga qaraganda guruchli xamirdan pishirgani juda ham mazali bo'ladi. Qani buni yeb ko'ramiz. Bismillah. Qaranglar. Mensa. Uchi shunaqa. Guruchli xamir. Ichida umuman ta'mi yo'q, usti faqat sousga botirib yesangiz ustida ta'mi bo'ladi xolos, lekin maza. O'zbekistonda studentlar somsa yesa, pul yo'qligidan somsa roltini yesa, Koreyada to'qqiq yeyishadi. Studentlar. Buning ichida baliqli xamir ham bor. Baliqli xamir O'zbekistonda ham bormi? Agar bo'lsa, baliqli xamirdan dahshat salat qilishni o'rgataman. O'zsigagan.